Respublika ixtisoslashtirilgan ona bola ilmiy amaliyot tibbiyot markazi Farg'ona filialida kuni kecha bo'lib o'tgan ijtimoiy tarmoqda tarqalgan masala yuzasidan shuni ma'lum qilamanki, mana shu bunaqasini o'ziga 1 million ketdi mana do'stlar. Bu prezidentimiz ajratgan pullar. Bu davlat tomonidan beriladigan narsalar o'zi aslida, lekin bizni qo'limizga yozib beryapti buni. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 311-qaroriga asosan 2025-yil 1-yanvardan davlat tibbiy sug'urta tizimiga o'tganmiz. Aholiga kafolatlangan bepul tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Iqtisodiyot va Moliya vazirligining ko'rsatma xatiga asosan bitta bemor uchun uning kuniga dori-darmon va tibbiy buyumlar, reaktivlar uchun 41.250 so'm mablag' ajratilgan. Bo'layotgan voqealar nereal bo'lyapti. Aslida sabab bo'layotgan narsani omilni o'zi axtarib, o'zi chaqirishga harakat qilyapti. Ya'ni qayta o'zi aytib o'tilgan so'zlarni izohini to'liq yozib bitilmagan. Ularda qisqartirilgan ma'lum faqatgina shifokorning so'zlari aytilyapti. O'zi da'vat qilishda davom etyapti. Qancha berilishi kerak degan ma'lumotni qayta so'rab, natijasida shifokor oxir oqibatda ko'nglingizdan chiqarib degan so'zni ishlatyapti. Ushbu masala yuzasidan yozib olingan audio videolar to'liq emas va yuristlar tomonidan biz ham murojaat xatlarini tayyorladik va bularni yuqori tashkilotlarga berish maqsadida tayyorlanyapmiz va biz tashkilot bilan birgalikda biz ham korrupsiyaga qarshimiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan masalalar bo'yicha gapirsam, qachon biz sizga pulli xizmat ko'rsatamiz? Tibbiy sug'urta asosida kelmagan, ya'ni elektron yo'llanma asosida jo'natilmagan kasallarga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 718-sonli qarori 2025-yil 11-noyabrda tasdiqlangan qarori asosida biz aholiga sifatli pulli xizmat ko'rsatamiz.